Matiz avtomobilni hadoviga polniy remont qilganda necha pul rasxod ketadi? Birinchi nima mashina bo'lishidan qat'iy nazar spiska qilib chiqish kerak. Hozir sizlar bilan spiska qilib chiqamiz. Bu mashina proyektga ehsonga olib qolganmiz, ya'ni sizlarning nomingizda. Sizlar qo'llab-quvvatlayotganligingiz uchun obuna bo'lib qo'ying, bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Biz spiska tuzishni boshladik. Bunda bitta pachimli emas, 4 tala balonni pachimlisi g'uvlab ketib qolibdi. Orqa pachimli stubistasi 45 ming so'm turadi, arzonchirog'i, originali 95 ming atrofida turadi. Oldi pachimlini zavazkoy qo'ygandan ko'ra Nexa'ni peredelka qilib qo'yganini maslahat beraman. So'nusiki peredelka qilinadi, to'kirish haqqisi, pachimlisi va uslugasi bilan birga bir yoq tarafi 270 mingdan aylanadi. Ikkinchi tekshiradigan narsamiz amortizator. Mashinani oxirigacha ko'tarmadik. Amortizatori moy oqizorgan 4 to'lovi ham mashina taqir-tuqir bo'lib yuribdi. Amortizator agar Boskos ehtiyot qismidan 4 ta amortizatorga kafolatli ehtiyot qism qo'yadigan bo'lsak, 450 ming yoki 400 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar buni Spark amortizatorini peredelka qilib, perekashga qiladigan bo'lsak, u 750 ming so'mga 4 to'lov aylanadi. Endi mashinani ko'taramiz. Birinchi qaraydigan narsamiz tormozoy sistema, ko'rasizlar, bo'lib tushib qolibdi, kalotkasi ham qolmagan, oporni chizib qo'ygan. Kalotka 95 ming so'm turadi. Supportini remont qilib, rabochiy bolt qo'yib yuborsak ham bo'ladi. 25 mingdan bir yoq tarafini to'kirib, to'g'irlab beradi. Uslugasiga keladigan bo'lsak, pachimlikni almashtirganimizda ichiga kirib ketadi. Ko'rib turganlarda mashinada ruloy reyka zanglab ketib, vtulkalari ham o'ynab ketgan. Nakinechni ham pinniga yirtilib o'ynab ketib qolibdi. Nakinechni ikkitasi 65 ming so'm komplekti, ruloy remont qiladigan bo'lsak, smaskalar qilib, vtulkalari, to'kirlari bilan 300 ming so'mga aylanadi. Stabilizator rezinkalari ham yirtilib ketibdi. Buni komplekti 35 ming so'm turadi. Gulshiterni ko'rib turganlarda chirib, zanglab ketib qolibdi. Buni yengisi 400 ming so'm atrofida turadi. Balonlar ham juda ham achinarli holatga kelib qolibdi. Agar bunga 10 razmerli Largo balon taqadigan bo'lsak, 448 ming so'm bo'ladi. Bitta obunachimga Matiz avtomobili bor, 10 razmerli hadyaga beraman. Kommentariyaga plus qoldirib qo'ying. Bu proyektimizga Largo brend tomonidan 4 ta yangi balon shundoq hadyaga qilinyapti. Okay, biz ham bunaqa hadya ehsoningizga sherik bo'linglar desanglar, sizlar qo'llab-quvvatlayapsizlar. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Ya'ni videoga bitta like bosib, profilga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, bunaqa ehsonga sizni ham hissangiz qo'shiladi.